Oliy Majlis Senatining 6 yalpi majlisi yakunlandi. Yalpi majlisning 2 ish kunida senatorlar tomonidan aholiga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish, tamaki va nikotin iste'mol qilish moslamalarining muomalasiga doir talablarni yanada kuchaytirish, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tarkibiga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qator qonunlar ko'rib chiqildi va ma'qullandi. Tafsilotlar Sarvarjon Rahimov reportajida. Senatning 6 yalpi majlisining 2 ish kuni kun tartibidan dastlab aholiga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish tizimi yanada takomillashtirishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun ko'rib chiqildi. Mazkur qonun bilan fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilayotgan bo'lib, fuqarolardan pensiya yoshiga yetganda erkaklar 60 yosh, ayollar 55 yoshdan belgilandi va ulardan alohida murojaat talab etmagan holda proaktiv shaklda pensiya tayinlanish tartibi belgilanmoqda. Bundan tashqari ma'muriy islohotlarga muvofiq pensiya va nafaqaga oid ma'lumotlarni taqdim etish bo'yicha vakolatli organlar vazifalariga aniqlik kiritilmoqda. Xususan, ijtimoiy nafaqalarni to'lash O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi vakolatiga o'tkazilgan bo'lib, inson ijtimoiy xizmatlar markazlaridan qonunchilikda belgilangan nafaqalarni olmayotganligi to'g'risidagi ma'lumotnoma olish uchun qonunda qayd etilmoqda. Fuqarolarimiz ushbu pensiya miqdoridan norozi bo'lsa yoki mehnat faoliyatini davom ettirib keyinchalik pensiya chiqishda istagini bildirgan taqdirda fuqarolarimiz ushbu tayinlangan pensiyani rad etish huquqi ham berilyapti. So'ngra yalpi majlisda O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga ba'zi turdagi tamaki mahsulotlarining tamakini va nikotinni iste'mol qilish moslamalarining muomalasiga doir talablarni yanada kuchaytirishga qaratilgan o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun muhokama qilindi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqda, 19 yoshdan 29 yoshgacha bo'lgan farzandlarimiz orasida elektron sigaretlarga ruju qo'yish ko'paymoqda. Insonning salomatligiga ham ta'siri juda ham katta, ayniqsa yurak qon tomir tizimiga, nafas yo'llari kasalliklariga, o'pka saratoni kasalliklariga, shuningdek farzandlar o'rtasida miya qobiliyatini, ya'ni bilim olish qobiliyatini pasayishiga sabab bo'lmoqda. Bolalarga yoqimli xushbo'y hidlar orqali ularni istagini oshirmoqda va natijada bola uning zararini anglab yetgungacha, unda xavfini tushunib yetgungacha mana shu nikotinga qaram bo'lib qolmoqda. Dunyo amaliyotida bugun 37 ta davlat tomonidan elektron sigaretalar muomalasiga taqiq qo'yilgan. Bugun bu amaliyot aynan O'zbekistonda ham boshlandi va mazkur qonun bilan elektron sigaretalarni va ular bilan birgalikda foydalanuvchi suyuqliklarni tayyorlash, ishlab chiqarish, olish, tashish, olib kirish va olib chiqishga qarshi huquqbuzarlik sodir etilganda ma'muriy va jinoiy javobgarlik belgilandi. Majlisda shuningdek O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun ko'rib chiqildi. Ushbu hujjat yer va suv resurslarini samarali boshqarish va muhofaza qilishga qaratilgan muhim islohotlardan biri hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi mo'ljallangan yerlarni ikkita turga bo'lyapmiz. Birinchi qishloq xo'jaligida foydalaniladigan aynan ekinlar ekiladigan yerlar va ikkinchisi o'sha qishloq xo'jaligi xizmat ko'rsatuvchi obyektlarni joylashtiradigan yerlar. Bu birinchi navbatda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash orqali qo'shimcha qiymat yaratish imkoniyatini beradi hamda yangi ish o'rinlarini tashkil qilishga zamin yaratadi. Noqishloq xo'jalik mahsulotlari uchun o'zgartirishning oldini olish maqsadida ko'plab yangi normalar kiritilyapti va talablar kuchaytirilyapti. Toifani o'zgartirish tartibi Respublika komissiyasining ishchi organiga murojaat qiladi va Qishloq xo'jaligi vazirligi qonunchilikda belgilangan barcha talablar bo'yicha uni o'zgartirishning muvofiqligini ko'rib chiqadi va buning natijasida hukumat komissiyasining bayonnomasi shakllantirib, bayonnomada alohida o'zgartiriladigan va rad etiladigan yer uchastkalari tasdiqlanadi. Senatning 6 yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun ko'rib chiqildi. Unda fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash, nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyati uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, ularning jamiyatdagi rolini kuchaytirish va ijtimoiy sheriklikni rivojlantirishga qaratilgan muhim o'zgarishlar nazarda tutilgan.
Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi va soliq kodeksiga va 8 ta qonunga o'zgartirish kiritilyapti. Eng asosiy kiritilayotgan o'zgarishlardan biri davlat organi mansabdor shaxslari nodavlat tashkilotlarning faoliyatiga qonunga zid ravishda aralashadigan bo'lsa, endi ular uchun ma'muriy javobgarlik, demak bazaviy hisoblash miqdorini 7 baravardan 10 baravarigacha, agar bu takroriy yana sodir etiladigan bo'lsa, 10 baravardan 15 baravargacha bazaviy hisoblash miqdorida jarima qo'llash kiritilyapti. Senatning 6-yalpi majlisida qishloq xo'jaligini ilmiy asosda rivojlantirish, innovatsiyalarni joriy qilish va ilmiy tadqiqot institutlarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash holati muhokama qilindi. Soha bo'yicha yutuqlar bo'lsa-da, urug'chilikda marketing xizmatining yo'qligi, ilmiy ishlanmalarning tijoratlashuvi sustligi, mahalliy nav va dukkaklarni yetishtirishdagi muammolar qayd etildi. Shu sababli bu masalalarga aniqlik kiritish maqsadida Vazirlar Mahkamasiga parlament so'rovi yuborish to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi bilan Ozarbayjon Respublikasi o'rtasida ittifoqchilik munosabatlari to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qilish haqidagi O'zbekiston Respublikasi qonunini ham senatorlar ma'qulladi. Parlament yuqori palatasining 6-yalpi majlisi o'z ishini yakunladi.